Qizingizni Koreyaga o'qishga yubormang yoxud chet elga o'qishga yubormang deydigan gapni 3 xil turdagi odamlar aytadi. Birinchisi, o'z kuchiga va dunyoqarashiga ega, mustaqil fikrga ega bo'lgan qizni bo'ysundira olmaydigan, o'ziga ishonchi past erkak. Ikkinchisi, o'zini ustida ishlamaydigan, ayol kishining vazifasi bola qarash, ro'zg'orni eplash va ovqat qilishni bilishdan iborat deb o'ylaydigan ayol kishi. Va uchinchisi, qizining ichki xohishlarini, potensialini, imkoniyatlarini ko'ra olmaydigan va ko'rishni xohlamaydigan ota-onalar. Adekvat fikrlaydigan odamlar esa qizingizni chet elga o'qishga yubormang, buzilib ketadi deydigan videolarga ahamiyat berishmaydi. Bunaqa videolar provokatsion va hayp uchun qilinganini juda yaxshi bilishadi va o'zlarining mustaqil fikrida qat'iy turishadi. Yaqinda videosida menga ish taklif qilish evaziga boshqa narsa so'radi degan qiz ham aslida bu videoni nima uchun qilganligini adekvat fikrlaydigan odamlar juda yaxshi bilib bo'lishdi. Bundan tashqari, o'qimishli va o'z fikriga ega, o'z yo'lini topib keta oladigan qizlar qaysidir yigitlarning beradigan takliflariga ishonib qolishmaydi. Ular rasmiy ishlarni rasmiy saytlardan qidirish kerakligini yaxshi bilishadi. Agar qizingizni Koreyaga yoki umuman chet elga o'qishga yuborishga qo'rqayotgan bo'lsangiz, Koreya pedofillik, jinsiy zo'ravonlikka qarshi qat'iy va qattiq choralar ko'ruvchi mamlakatlar qatoriga kiradi. Bundan tashqari, o'qish uchun ham eng xavfsiz mamlakatlar qatorida. Va e'tibor bering, chet elda o'zbek qizlarimizni aldayotganlar chet elliklar yoki koreyslar emas, ular ayrim o'zbek yigitlari. Biz tosh asridan beri qizlarimizning axloqiga va tarbiyasiga e'tibor berib kelamiz. Keling endi yigitlarimizning tarbiyasiga ham e'tibor beraylik. Balki shunda ular chet elda o'zbek qizini ko'rsa, jinsiy obyekt sifatida emas, mustaqil bir shaxs sifatida qarashni o'rganishar. Albatta hamma yigitlarimiz haqida gapirmayapman. Ayrim o'zbek yigitlarimiz haqida gapiryapman. Agar Koreyaga endi kelmoqchi bo'lsangiz yoki Koreyada o'qish niyatingiz bo'lsa, mana shu profillarga obuna bo'lib qo'ying. Bu Koreyada faol o'zbek qizlari va yigitlaridan tashkil topgan community hisoblanadi. Biz sizga xolis maslahat va fikr almashishga doim ochiqmiz va tayyormiz va eng muhimi, buning evaziga sizdan hech narsa talab qilmaymiz.